Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziyo Samadi. Qarindoshlik tuyg'usi, hamnafaslik sezimi qanchalik ulug' narsa? Ular bir nafasdala, bir qarashdala til tepishgan edi. Changisoqol qeri ko'ringani bilan 40 yoshga texi yetmabdi. U zamonda dardi yo'q, g'ami yo'q odam tepilmag'i ta's edi-g'u. Ömer Niyaz ismlik bu adamningmi o'ziga tushliq dardi bor edi. Uning dadisi Seyit Niyozni Xo'ja Niyoz qo'zg'alingida Xitoy cheriklari beguna etib tashlagan. O'zini bo'lsa Shengsay amaldorlari gumonliq unsur degan bano bilan 2 yil so'lab ondin Oltoyda Osman boshliq qo'zg'olon ko'targan qozoqlarni bostirish uchun avatilgan cheriklar qatorida Uyg'ur askarlari sepiga qo'shgan. Ömer Niyaz qan qarindoshlarga qaratib o'q etishdan bosh tortib, askarlikdan qechib, u yer bu yerda yo'shirinib, o'z yurtiga borolmay, 6 yildan buyon Xurja dehqonchilik bilan shug'ullanadigan odam Xitoyga yollanib, malay bo'lib ishlamoqda. Isminimi o'zgartib, G'ozi bo'libopti. Aka emas, dardman ukam ekansan, deb uf tortdi G'ani. Shu kechasi Ömer Niyozning yordami bilan Qiyinliq buloq nomliq g'o'lidagi o'ngkurga bekinishdi g'inilar. Texi tong yo'ra yo'ramasdilla, semiz qora qo'yni eshakka otib kelgan Ömer Niyoz Husan bilan hashpash degicha uni so'yib, qirin jiniga g'inining 2 putini o'shqicha chilab, issiq teriga belig'icha o'rab, o'zini chumkab yotqizib qo'ydi. Xudo gundu shifoliq berur, dedi turpancha talaffuzda Ömer Niyoz va yisa toshlarni tizib o'choq yasab qoldi. Ungacha Husan parchalab ulgurgan go'shtlarni chelakka silib o'tqa osdi. Go'sht bir qaynab, ko'vuklari elinib, issiq shovini g'iniga ichkizishga boshladi. Ichsizlar, zo'rlab ichsizlar, chiliqib tarlisizlar, qo'rqoq yel bilan chiqib ketadi, deb zarlatdi Ömer Niyoz. G'inining og'ziga cho'chakni tanglab, voy qarindosh, zo'rlamasangmi yilg'u bir chilak shov ekan, 10 chilak bo'lsimi ichkim bor shu topda, deydi terlashga boshlagan G'ini. Ömer Niyoz bo'lsa kasalni parvish qilgandek qumdab yipib, chopinining paxtasida quloqlarini bekitib qo'ydi. Chilak 2 qitim qaynadi. Hammasini digidek G'iniga ichkizdi-yu, lekin go'sht bermadi. Shundimi, sho'sharab ketgan palvon so'rab yalvorib, quyruqning yerimini 2 yalmab yutib, nafsi qurutlarini bosdi. Ustixonlargacha chiliqqida terlagan G'ini uzun o'tmay uyquga g'arq bo'ldi. Ter aralash badandan chiqqan buzga yaqin kelgini bo'lmaydi. O'zi o'yg'ongacha o'yg'atmasala, dedi Ömer Niyoz Husanga. Xudo gundu shifoliq bo'lur, deb atisi kashda keladiganligini va o'ngkurdan kunduzi sirtqa chiqmaslikni jikib qaytib ketdi. Atisi xuddi otdak o'rnidan yenik turdi G'ini. Tanga yipishgan dard ko'tarilib, ko'ngli nurdek yo'rg'an edi. Uning ruhi ustun. Shu topda o'ngkurga sig'maydigandek bir qiyofatga kirgan. Mening nesibamni ber-o'y qozoq, bo'lmasa o'zingni tirik purkutaman. Avval munu go'shtni ye, to'ymasang meni qo'shib yesan, dedi Husan. Ikkisi go'yo ovga chiqqan ovchilardek xushkayib nashta qilishdi. Anglayotamsan, buloqning shiqirab eqishini, xuddi jamikam tambur chilayotgandek anglinda quloqqa, deb o'rnidan turdi G'ini. Choyni issig'ida ichib ol, terlab sirtqa chiqma, shamoldab qolasan. Ashu buloq suyidan ichkim bor, yurgim qaynab turdi, dedi-da, o'ngkurdan ingishib sirtqa chiqdi G'ini. Havo choydek ochiq, quyosh 2 og'amcha bo'yi osmonga ko'tarilgan. Aprel iyi bo'lsimu, g'imsa g'ul bo'lg'achqa issiq sizildi. Buloq suyimi so'q emas. G'ini tosh kameridan jing'ib chiqayotgan simobdek suzuk, tegidiki ushoq toshlar aynan ko'rinib turgan buloq suyidan o'chimlab ichdi. Yuragi qonmadi. Atimolim 2 qo'lini terab, dumcha yetib ichdi. Ondin uni kuzatib turgan Husanni hayron qoldirib, kiyimlarini yashdida
buloqdan hosil bo'lgan o'dishib turgan suvga tizig'icha kirdi va iqinga qarshi suvni aylanib yetib turib og'izni ochgan peti suvdan sumirishga boshladi. Nima qilyapsan, jindi? Yugurib keldi Husan. G'ayri tabiiy odamning mijozimi o'zgacha bo'ldikanda, texi havo ilmay turib, suvga yalang'och tushilib yotganini qara. Qo'rqma, Husan, to'nglamayman. Qarag'ana, avo shirg'ib eqiyotgan ikki buloqning birisi sovuq, birisi qaynoq. Bu arshon suyi, shifoliq suv. İçsangmi shifo, yuvinsangmi shifo. Qarab turmaysanmi tusha, pitdan qutulsan. Husan suvga tushmadi. G'anining kichik boladek qiliqlariga zo'qi kelgandek uningga qarab, tosh ustida o'ltardi. Oqshamqi mayliq sho'rpa bilan quyruq yog' uchay yo'llarini ichivatgan bo'lsa, g'ayri puroq arshon suyi surga bo'lib, necha yillik qavziyat moddalarini surib chiqardi. Ko'zlarim yultuzdek yorib ketdi, Husan, deb kiyinishga boshladi suvdan chiqib G'ani. Amdi g'uljiga piyoda ketalayman. Ürümçidən 10-15 kilometr janubdaroq Machang at firmasi bor bo'ladigan. Bu firmada Sovetlar ittifoqidan keltirgan nasllik atlar, buqalar va qo'shqarlar beqilatdi. Ko'lami ancha cho'ng bo'lmasmi, nasllantirishning dastlabki tajribalari mushu firmada boshlangan edi. G'ani bilan Husan mushu at firmasining orqa timi kaynidagi godangda yetib, payt kutmoqda. Ular bu Machangning qurilishini Ömer Niyozdan so'rab olgan. Ömer Niyoz bu yerda at firmasi borligini aytib, o'zi pushaymon qildi. Chunki hukumat miliga tegish xatarlik ekanligi, ko'zatchilar tuyib qolsa etib tashlashdan yonmaydiganligini G'aniga askartib yolvurdi-yu, lekin G'ani deganida turib, "Ashu atlardan biriga minsam, zolim shing seni mingandek bo'lman", deb turib oldi. G'anini bir ko'ribla ixlos bog'lagan Ömer Niyoz "Xudo gundu madad berur" deb yaxshi tilak tilab, ularni uzitib qo'ygan edi. Shu topda keldi kattalarning oyg'i besilishini, at baqarning uxlashini kutishmoqda. Bugun 12 aprel hukumat o'zgarishi bo'lib, Shingsay taxtga chiqqan bayram kuni bo'lg'achqa, firma binosidan Xitoycha muzika, naqsha sadolari yangrab, odamlarning varang cho'ringi xiligacha besilmadi. Nima qilyotidikina bu aju majuzlar? To'y o'ynashotamdi-ya? Taqatsizlangan G'ani asta yingishib, igiz tamning yiniga berishiga ichkirdin. Amayti, mamayti! Mushuk miyanglagandek ovoz anglandi va keyindilla "Yo, bor!" degan javob ovoz anglandi. Mehmet bilan Ahmet at baqarlar yoki qara xizmatchilar ekanligi aniq. Chunki ma'muriy xizmatchilar Xitoylar, qara xizmatchilar Uyg'urlar bo'lishi qonuniy holat. G'ani tamga yamishib, qora ichiga sap soldi. Atlar beqiladigan serimdan ikki odam chiqib, cho'ng qapqa tarafga mangdi. To'rt tarafdagi uylar yo'p yo'ruq, idora bo'lsa kerak. Chiriklar yotig'i qayoqda? O'ylida qurolliq chirik ko'rinmadi. Ahmad bilan Mehmet to'rt tarafdagi uyning eshigini ichividi. Uy ichida chalva qashqan Xitoylar bir nima qilishayotganligi, ustal ustidagi narsalar ko'rindi va "Gavshin, gavshin, xushalliq" deb aroq ichib vaqirashgan ovozlar aniq anglandi. At firmasining boshlig'i Ahmad bilan Mehmetni boshlab uydan chiqdi-da, mom yog'ochga bog'langan otni keltirishga buyurdi. Egarlik ot keltirildi. Ikki Uyg'ur firma boshlig'ini qo'ltig'idan yo'lab otga mindirib, ondan o'zlari otlandi. "Kettoq!" deb komanda berdi Chalmas Changjang. Oldida Ahmad, keyinda Mehmet, o'ttirda Changjang janob qapqadan chiqib ketishdi. "To'xta, to'xta!" Nimanidir yodiga keltirib pichirildi G'ani. "Biz zindondan qochqani 4 kun bo'ldi. Bugun 12 aprel, bayram ekanda." U oldirash Husanning qishiga keldi. "Husan, ishimiz o'ng'a tortdi." "Nima deding?" "Xitoylar aroq ichib bayram qilyotidi." "Qandoq bayram?" "12 aprel-chu." "Amdi tam tishib avar bo'lmaymiz. Qandoqsiga?"
Qandaq bo'latdi? Kuzatib turgan chirikni, intiqomni mashadin boshlaymiz. Oy, boy! G'ini javob bermadi. U o'ylanib qoldi. Maslahat bo'yicha ot eg'ilining temini teshib, ikki ot olmoq bo'lishgan. Lekin ot firmasining xizmatchilarining bayram munosabati bilan aroq ichib o'ynayotganligini, firma boshlig'i ikki xizmatchini agashtirib, otliq chiqib ketganligini ko'rgan G'inida boshqa o'y paydo bo'ldi. Fursatdan foydalanib, cho'ng qapqa va o'g'uz ustidagi kuzatchilarni qurolsizlantirib, ot qo'tinidan ishga yetish, agar tuyib qilishsa, tortivilingan miltiqlarni ishqa silish, uning Qusanga intiqomni mashadin boshlaymiz degani shu edi. Shu topda avval qaysisini boshlashni jazm qildi-da Qusanga. Qusan, hozir hamlani boshlaymiz. Nima deding? Hujumni boshlaymiz deyman. Qo'rqmaydigansan? Qo'rqqan bo'lsam, sana yo'ldosh bo'larmidim? O'ngbagan sart. Ranjima, Qusan. Ranjish ketmaydi. Amdi men deganni qilasan, dedi-da Qusanga hamla qilishni aytib berdi. Bu vaqtda cho'ng qapqa va o'g'izda kuzatda turishgan ikki chirik va majang o'yinini o'ynayotgan ikki ikki ayoldan boshqa xizmatchi va chiriklar kaypa surib uyquga ketishgan. Ot fermasining ichi odam yo'qdek jimib qilishgan. G'ini bilan Qusan Ömer Niyoz bergan pichoqlarni og'izlariga tishlashib, tomning daldisi bilan o'milab berib, cho'ng qapqa oldidagi kuzat bo'tkisiga 20 qadamcha nerida to'xtashdi. Atrofga zang qo'yishdi. Jimjitlik. Kuzatchi uxlab qoldimikin? Bo'tkada odam borligi bilinmaydi. G'ini bosh ishora qildi. Qusan bo'tka tarafga o'milab mandi. G'ini qadamcha oraliq tashlab, uning kaynidan o'miladi. Qusan bo'tkaning ishigi tarafga yaqinlashganda, uning ichidan "Sesi qanjoq" degan ovoz anglandi. Atimalim qorong'uda Qusanni ishtab qolsa kerak. Chirik miltig'ini hayva qilib chiqishiga, bo'tkaning kaynidan yetib kelgan G'inining quloq tuviga tekkan mushida qalpoqdek uchib berib, eriqqa yiqilgan kuzatchi chirik "Ayyu, voyjon!" deyishgala ulguraladi. G'ini bo'lsa, dushmanga atgan birinchi mushiga zo'qlandimi yoki huduqdimi, mushtimiga qarg'an peti turib qoldi. Qusan uning yiniga kelib asta, "Hey, munu Xitoyni jini orqadan chiqib ketdi-g'u deyman", degandila esiga kelib kuldi. Ular hushsiz yotgan chirikning miltig'ini ikki serim lata o'qdanni ilishdi-da, chirikning lata shapkasida og'zini kaplab, guja uzun paytimisida put-qo'lini matab qo'yishdi. O'lja miltiqni so'ydi G'ini. Armon qilgan miltiqni egiz ko'targan peti cho'ng qapqa tarafga mandi. Qapqa ichidan etiq ekan. Ular yana tam yaqinlashib, ot ig'ili tarafga o'tishdi. G'ini Qusanni yo'lab o'g'izga bo'ylashtirdi-da, ikki putini ikki mursiga ilib ko'tirib turdi. Qusan chirikning qayerda turganligini bilmak bo'lib, qancha zang qo'ysimi, odam qarsini bayqalmadi. Kuzatchi nakatdi. Qapqa oldidagi hamlani sizib qilib, chiriklarni o'yg'atqani tushib ketdimi? Undaqda o'q chiqarib, tahlika qo'zg'ar edi. Bir narsa bayqay oldingmi? Mo'rilarimni izibatding, qara tosh. Qusan yerga tushdi. O'g'izda chirik yo'qligini aytdi. "Men qarab ko'ray", dedi-da, Qusanning mo'risini dastlab tomga bo'ylashdi G'ini. Ig'irlik nisbat zo'r bo'lg'achqa, Qusanning mo'rilari qarsildab, salmoq kuchida tizlari titrab, aran-aran bardosh berdi. Hech narsani bayqalmay jili bo'lgan G'ini o'g'izga chiqmoq bo'lishiga vallida o't chaqnadi. Sarangining yo'rig'i bir parcha o't yolqinidek ko'rindi uningga. Shu yo'riqda potaysimon qo'riqchiga yo'linib turgan kuzatchini bayqaladi. G'ini yerga tushib, Qusanni boshlab mandi. İhata tamning g'arbiy tarafiga, kuzatchi turgan qo'riqchining ostiga o'tishdi. Kuzatchining uyan buyan mangan oyoq tovushi ochiq anglanib turibdi. Nima qilish kerak? Vaqt o'tyotidi. Oldirmasa Ahmad bilan Mahmad xo'jayinini opirib qaytib kelishi yoki kuzat yo'tkilishi mumkin.
Qo'lda miltiq bo'lgandikin, o'gizdiki chirikni etivatsichu. Yo'q, shovqin ko'tariladi. Bo'lmaydi. Tovush chiqarmaslik kerak. Husanni yana tamg'a terak qildi-da, o'gizga ko'tarildi g'eni. Uning o'gizdan bosh chiqarishi kuzatchining ot eg'ilining u beshiga berib qaytib kelishiga to'g'ri kelganlikdan darhol yenib tushib, tamg'a chaplashgan holda quloq silib turdi. Күзәтчى قورۇقچىغا كېلىپ تۇردى ئەتىمالىم ئاياق تاۋۇشى جىمىپ قالدى. ئۇ يەنە تاماكا چېكەمدۇ ياكى سوغۇق شامالدىن قېچىپ قورۇقچا ئىچىگە كىرەمدۇ. ئەگەر قورۇقچىغا كىرسە ئىش ئوڭغا تارتقىنى. غېنى قول ئىشارىسى بىلەن قۇسەننى يەنە تامغا تېرەك قىلدى. ئېغىر بەس زەپتىدىن مۈرە سۆڭەكلىرى قاماپ كەتكەن بىچارە قۇسەن نائىلاج تامغا تىرەندى. بەختەش تەۋەككۈل قىلدى. ئەتىمالىم بۇ قېتىم ئۆگۈزگە شىددەتلىك كۆتۈرۈلدى غېنى. ئۇنىڭ چىقىشىغا كۆزەتچىنىڭ قورۇقچىغا كېلىپ قايتىپ 3-4 قەدەم مېڭىشى توغرا كەلگەچكە ئۇ تىۋىشنى ئاڭلاپ كەينىگە بۇرۇلدى ۋە لەڭڭىدە پەيدا بولغان ئېگىز نەرسىنى كۆرۈشى بىلەن بىر دەقىقە ھودۇقۇپ تۇرۇپ قالدى-دە، ئاندىن مۈرىسىدىكى مىلتىقىنى قولىغا ئېلىشىغا مۈشۈك چاشقانغا ئېتىلغاندەك ئىككى سەكرەپ يېتىپ بارغان غېنىنىڭ كۈچلۈك قوللىرى ئۇنىڭ بوينىنى ئامبۇردەك قىستى ۋە ئۆزىنى ھاۋاغا كۆتۈرۈپ بىر باغ بېدىنى تاشلىغاندەك ئات ئېغىلى ئارقىسىدىكى ئەخلەت چوگاغا ئىرغىتىۋەتتى. ئېغىر ئەمگەكتىن كېيىن ھادۇغى چىققان ئادەمدەك ئۇھ تارتتى غېنى ۋە زورۇققاندىن ئەمەس تەشۋىش ھاياجاندىن پېشانىسىدىكى بۇژۇلداپ چىققان تەر مۇنچاقلىرىنى ئالىقان كەينى بىلەن سىيرىۋېتىپ ئۆگۈزدىن تۆۋەن ئېڭىشىپ ئاستا: قۇسەن، ئاۋۇ خەنزىرنىڭ مۈرىسىدىكى مىلتىق بىلەن ئوقداننى ئالدە قاپقا ئالدىغا بار، بول چاپسان، دېدى. ئۇ ئەمدى سېپىل قورغانىنى ئىشغال قىلغان ئادەمدەك ئىشەنچلىك ھالدا مىلتىقنى بەتلەپ شوتىدىن چوڭ ھويلىغا چۈشتى. مەدرىسە ھۇجرىلىرى سىياقى كىچىك خانىلار ئالدىدىن پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسەپ مېڭىپ لامپا يورۇقى چۈشۈپ تۇرغان بۆلۈمىنىڭ دەرىزىسى يېنىغا كېلىپ يېنىچە تۇرۇپ بۆلۈمە ئىچىگە قارىدى. ئىككى ئەر، ئىككى ئايال قارمۇ قارشى ئولتۇرۇشۇپ ماجاڭ ئويناۋېتىپتۇ. نۆۋەت كۈتۈپ تۇرسا كېرەك. ئىككى ئەر ئويۇندىن كۆز ئۈزمەي قاراپ تۇرۇپتۇ. بۇ ئالتىسى قىمارغا شۇنچىلىك بېرىلىپ كېتىپتۇكى ئات فېرمىسىنىڭ ھەممە مېلىنى ھەيدەپ چىقىپ كەتسىمۇ قېتىغا كىرەر ئەمەس. غېنى ئۈستىلەپ بېسىپ كىرىپ مۈشۈك چاشقان ئوينى قىلماق بولدى-يۇ، نېمىنىدۇر ئويلاپ نېرى كەتتى. ئۇ چوڭ قاپقىنىڭ يان ئىشىگىنى ئىچىدىن ئىلغان ئىلغۇنى ئاستا شاراقلاتماي ئاچتى. قۇسەن كۈتۈپ تۇرغان ئىكەن. ئۇ ئوقدانلارنى چاپراس ئېسىپ، مىلتىقنى مۈرىگە ئېلىپ، چېرىكنىڭ لاتا شەپكىسىنى بېشىغا كىيىۋاپتۇ. غېنى بىئىختىيار كۈلۈۋەتتى. قۇسەننىڭ بۇ قىلىقى ئۇنىڭغا ئىلھام بولدى ئەتىمالىم. ئۇ ئېرىق ئىچىدە تېخىچىلا نىمجان ياتقان چېرىكنى يېشىندۈرۈپ، ئۈستى كىيىمىنى قۇسەنگە كىيگۈزۈپ، قايتىدىن ماتاپ قويۇشتى. يۈر چىرىگىم، دېدى غېنى قۇسەنگە. ئىككىسى سوغ ئېقىن سۇغا چۈشكەن ئادەملەردەك ئاۋايلاپ بېسىپ ئات ئېغىلى تەرەپكە مېڭىشتى. چوڭ ھويلىنى كېسىپ ئۆتۈپ، 2 يۈرۈش ئات ئېغىلىغا، ئاندىن ئاتخانىنىڭ بىرىگە كىرىشتى. ئالدى دەھلىزە سىمان توسۇقنىڭ ئىككى بېشىغا ئېسىپ قويۇلغان پىلىكلىك چىراغلار ئاتخانىنى سۇس يورۇتۇپ تۇرۇپتۇ. ھەر بىر كاتەكچىدە بىر ئات ۋە ئاتنىڭ نامى يېزىلغان تاختا ئېسىقلىق. چەتتىكى بۇلۇڭدا تار كاتچىدا بىر ئادەم ياتىدۇ. بۇ ئاتلارغا ئوت چۆپ سالىدىغان كېچىلىك نۆۋەتچى ئەلۋەتتە. غېنىلار ئاتخانىغا كىرىشىگە ئاتلار پۇشقۇرتۇپ، ئاياقلىرىنى چاپچىشتى. غېنى ئەگىر بويۇن، سۈرەتتەك چىرايلىق ئارغىماقلارنىڭ نەچچىسىنىڭ ئالدىدا توختاپ، ھەۋەسلىنىپ قارىسىمۇ ھېچقايسىسىنى ياراتمىغاندەك ئۆتۈپ كەتكىنىگە قۇسەن ھەيران بولدى. ئاخىرى نەسىللىك بولمىسىمۇ، بويى سوقما تامدەك ئېگىز، يولۋاس كۆكسۈلۈك، ئۇزۇن يايل، كۆزلىرى چىراغ ئەكسىدە چاقناپ تۇرغان مېنى يىگىت دېگەندەك شىڭتىيىپ، قومۇچ قۇلاقلىرىنى ئوينىتىپ تۇرغان ئالا ئاتتىن نېرى ئۆتەلمىدى. شۇ ئان مېھرى چۈشكەن غېنى ئاتنىڭ قويۇق كوكۇلىنى قايرىپ، پېشانىسىنى سىيپاپ، يايلىنى تارىدى. ئات جاۋابەن يېنىك، خۇددى كۈلگەندەك كىشنىدى. غېنى ئىشەنچلىك توسۇقنى ئاچتى.
Husen bolsa yandaş turgan toruq qaşqa atni tanladi. Memtek, yinip keldingmi? Ajab to'ngab ketdimi? Dedi tam tarafga qarab yotgan odam beshini egar yostiqdan ko'tarmayla. Ha, qisqala javob qildi G'ini, og'izni qo'lda yepib. Jang qaytib keldimi? Ha, nima? Ha. O'rildi yotgan odam va ko'zlariga ishonmagandek o'g'ilib yana qaradi. Miltiq tanlaganlarni ko'rib, "Voyjon!" vaqiravatdi u. "Uningni chiqarma, harom o'lasan. Zindonda chirib ketaman. Otlarni terik bermayman." Otboqar uchqandek turib G'inining qo'liga esildi. "Astag'firulloh!" deb otboqarning kanidan bo'g'moq bo'lib, yoqasini tutdi-yu, paylidan qaytib, "Xitoy jangudilaringdan qo'rqsang, jo'r, biz bilan birga ket", dedi G'ini. "Yo'q, ushoq bolalarim bor. Boshqa yerdan ot tepilmadimi?" "To'shqan yurak", dedi-da, otboqarni kichik bolni ko'targandek ko'tarib opirib, katqa yotqizdi va tomga esiqliq turgan to'shinda motavatdi. "Amdi sana Xitoylar tegmaydi. Bolalaring bo'lmasa, sen latapushni o'ltirvatgan yaxshidi", jimladi G'ini. Ikki otni yetaklashib cho'ng qapqa sirtiga chiqqanda bir narsa esiga kelgan G'ini etining chulurini Qusanga tutqizib ichkari kirib ketdi. Lampa yiniqliq bo'limining eshigini yulib degidek ichib, "Ayni zivozi Layla!" deb vaqirib miltiqni tanglab bosug'ida turdi. To'rt ikki ayol o'rinlarda murdidek qetibla qilishdi. Na un chiqarsin, na qimirlasin. G'ini Shinjong xalqini bulab talab, uni ozdab, so'lab, azoblab, qirg'in qilayotgan Shingsi bilan bir urug' muni olti Xitoydan intiqom olmoq bo'lib, miltig'ini tangladi-yu, vijdoni yor bermadi. Qurolsiz odamlarni o'ltirish nomardlik. U ustal ustidagi qog'oz pullarni yig'ishtirib qo'yniga soldi va "Ayni zivoza men bo'laman" deb qo'yib chiqib ketdi. Ikki qaysar otlanib G'ulja tarafga qarab yo'l olganda to'g'rilar ularga xayrlik safar, nijotlik tilagandek chillashgan edi. Davomi bor.